Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Teleboshlovchi Husnora Shodiyeva yo'l patrul xizmati xodimlarini onasidan haqorat qilganlikda ayblamoqda. Teleboshlovchi Husnora Shodiyeva Toshkent shahrida yo'l patrul inspektori tomonidan haqoratlanganini iddao qilib chiqdi. U bu haqida o'zining Instagram sahifasida yig'lab video murojaat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, holat poytaxtning Nukus ko'chasida yuzaga kelgan. Bo'lib o'tgan jarayon haqida gapirib berar ekan, Shodiyeva avtomobilida yo'lning belgilangan qismida to'xtash belgisiga amal qilgan holda harakatlanish ishorasini kutib turganini aytgan. Shu payt yo'l patrul xizmati xodimi unga ahmoq, yebanashka deb baqirgan va onasidan haqorat qilganini aytmoqda teleboshlovchi. Shundan so'ng Shodiyeva inspektordan nimaga bunday gapirayotganini va nega so'kkanini so'rash uchun ortiga qaytgan. Biroq inspektor u kelgunicha ketib qolgan. Uning aytishicha, o'sha atrofda xizmat olib borayotgan post patrul xizmati xodimlari uni haqoratlagan xodimni yashirishga uringan. Yo'l patrul xizmati xodimi ayol kishini haqoratlashga nima haqqi bor? Menga og'ir botdi. Men qayrilib kelgunimcha u ketib qolibdi. Nima ayb qildim? Men bu hodisa bo'yicha nima qilish kerakligini bilmayman. Hech qanaqa qoida buzganim yo'q, lekin tushunmayapman, nega u meni haqoratladi, degan u. Shodiyeva shuningdek O'zbekistonda ayollarga nisbatan hech qanaqa zo'ravonlik bo'lmasligi uchun kurashilayotgan bir paytda yo'l patrul xizmati xodimlari bu shaklda ayol kishiga baqirishi va bemalol haqoratlashi mumkinmi deya poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasiga savol bilan yuzlangan. Yo'l patrul xizmati xodimlari aslida fuqarolar uchun xizmat qilish kerak. Men adolat bo'lishini xohlayman. Men o'sha joyda hamma yo'l patrul xizmati xodimlari turgan hududga bordim. Ular bo'lsa xuddi bir-birini tanimagandek tutdi. Men bo'lsa, mening o'rnimda sizning ayolingiz, bolangiz, onangiz bo'lsa, ularni so'kishsa, shunaqa munosabatda bo'larmidingiz, jim turarmidingiz deb so'radim, deydi u. Husnora Shodiyeva yo'l patrul xizmati xodimlari bir-birini qilgan ishlarini yashirayotganidan shikoyat qilgan. Nima qilish mumkin? Ular bir-birini orqasini yopishyapti. Butun O'zbekistonda ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash ketayotgan bir paytda bizning yo'l patrul xizmati xodimlarimiz shunchaki o'tiradi va bemalol so'kadi, deydi teleboshlovchi. Shodiyeva so'zida davom etarkan, avtomobilda videokamera yo'qligi holatini yozib olish imkoni bo'lmaganini bildirgan. Voqea bayon qilinganiga 18 soatdan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa ham Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati munosabat bildirgani yo'q.